10-qirollik. Virginia. Virginia, shu yerdamisan? Bora! Bora! Ana u. Ha, Bu yoqqa qanday kiriladi? Pastda eshik bor. Yaxshi. Eshik? Hozir. Qayoqda? Eshik. Ha. Hech qanaqa eshik yo'q-ku. Eshikni qorasini ham ko'rmayapman. Hatto uni o'rni ham yo'q. Agar u jodulab qo'yilgan bo'lsa, bir haftada ham ocha olmaymiz. Sen o'zing pastga tushib uni ocha olmaysanmi? Yo'q. U meni zanjir band qilib ketgan. Daraxtga chiqa olmaysizlarmi? Obbojon, shoxlari ham yo'q ekan. Bo'lmasa narvon topinglar. Bu yerda narvon nima qiladi? Shoshma, mana bu sehrli bolta-ku. Daraxtni chopib ag'darsakchi. Virginia, bir narsa so'rasam maylimi? Nima? Sochlaring hali ham uzunmi? Uzun ham gapmi, dahshat-ku. Yo'q. Yo'q. Ajoyib fikr. Yo'q. Bir umr orzu qilgan edim. Meni ardoqli muhabbatim sharsharaday zulfingni pastga tushir. Pastda ehtiyot bo'l. Ko'zingni yum. Nima uchun? Qazg'oq. Meni qazg'og'im yo'q. U hazillashdim-ku. Sen hayotimning masrur onlarisan. Hayotingni qutqarib qolishim uchun ikkinchi imkoniyat. Jasoratim hali qo'shiqlarga ko'chadi. Albatta. Sochingga oq tushibdi. Keldim. Ehtiyot bo'l, sochingga qoqilib ketma. Bas qil. To'xta. Yaqinlashma. To'xta. Virginia! 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 Boltani ol. Dada, boltani bering. Kallasini uzib tashla. Beliga qarsillatib tushir. Yaxshi. Kechirasiz. Ay, eshikni ochinglar. Qo'lim majaqlanib ketdi, Virginia. Kechirasiz. Virginia, omonmisan? Bu yer qayeri o'zi? Bu yer yomon joy. Qani ketdik. To'xtanglar. Uni bu ahvolda qoldirib bo'lmaydi. Sen haqsan. Boltani ber. Tinchitib qo'ya qolaman. To'xta, o'ldirish kerak emas. Nimaga endi? U seni o'ldirmoqchi edi-ku. Sho'rlik juda ham nochor. Shundan foydalanib gumdon qilib qo'ya qolaylik. Yo'q. Tirik qolsa bizni sog' qo'ymaydi. Uning o'limini xohlamayman. Keyin pushaymon bo'lasan. Ammo vaqt o'tgan bo'ladi. Ketdik. Salom bolakay. Qaytadan erkinlikka chiqqaning muborak bo'lsin. Hey, qizimni sochlari qalay? Xullas, sal oshirib yuboribman shekilli. Nega? Nima? Jim, bir og'iz gapirmang. Voy, soch qani? Kal bo'pti-yu. Senga nima kerak? Haddingdan oshib ketyapsan. Senga hech kim qarshilik ko'rsatmasa, jang qilish mazada, a? Barcha trollar ichida eng ahmog'i sen ekansan.
Vandal qiroligining qo'shinlari ham bor. Ular jangsiz taslim bo'lishmaydi. Qo'shin jo'natib, seni majaqlab tashlashadi. Demak, hammalarini qirib tashlayman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Menga qara. Ko'ngling tilagan narsani so'rab beraman. Faqat Bintaundan daf bo'l. Bintuan nima bo'pti? Biz 20 chaqirim masofadagi qo'rg'onlarni bosib oldik. Bu hali boshlanishi. Men yarim qirollikni tortib olaman. Sen esa menga hech narsa qila olmaysan. Bo'lishi mumkin emas. Bu pakananing aravasi. Bu o'sha. Shahzodaga qarab tur. Bo'pti. Siz gaplashasiz. Salom, cho'chqa yong'oq. Yaxshimisiz? Meni taniyapsanmi? Antoni, qamoqdan qutulib ketdingmi? Attang. Afsus. Bizni ko'zgumiz qani? Ko'zgu? U bizniki edi. Qimmatbaho ko'zgumidi? Yo'q, u sariq chaqa turadi. Qandaydir bir ko'zgu uchun shuncha yo'l bosib keldinglarmi? U sehrli ko'zgu. Biz shu orqali bu olamga o'tib qoldik. Bu yerda esa bizni tuzoqqa tushirishdi. Uyga qaytishni istaymiz xolos. Biz ko'zguni olib ketmoqchi emasmiz. Uyga yetib olish uchun foydalanmoqchimiz. Keyin esa oynalaring boshlaringdan qolsin. So'zlaring yuragimni ezib yubordi. Iltimos, uyimizga qaytishimizga izn bering. Bu endi menda emas. Hozirgina qo'shni qishloqda almashtirib oldim. Almashtirding? Xo'sh, nimaga? Bor. Mendan qutulaman deb o'ylaganmiding? Men o'zgardim. Seni hukmingdan ozod bo'ldim. Meni qaytara olmaysan. Nahotki bugun oy tutiladigan kun. Qoning ko'pira boshlayapti. Axir sen bo'risan. Oy momoning ta'siridan saqlana olmaysan. Yangi do'stlaringni nima qilib qo'yishing mumkinligini tasavvur qilyapman. Menimcha qishloqqa bormaganimiz ma'qul. Cho'chqa yong'oq ko'zguni qishloqda dedi. Ko'nglim juda ham g'ash. Bu yerlar dehqonlarniki. Ular bo'rilarni yoqtirishmaydi, deyapman. Antoni, quloq sol. Jimdan ayrildim. Nonushta qilaylik. Qolgani bir gap bo'lar. Hozirgina ovqatlandik-ku. Yana yegim kelyapti. Sen nima, oyimmi-ding? Tamaddi qilishimga ham xo'jayinmisan? Qiladigan ishimni endi sendan so'rab qilamanmi? Biz qishloqqa boramiz, gap tamom. Sen esa bilganingni qil. Virginia, kechir, qo'pollik qilmoqchi emasdim. Ixtiyorim o'zimda emas. Har oyda bir marta men yovuzlashib qolaman va kim uchrasa jillashaveraman. Ana shunaqa. Qaraya, kasalimiz ham bir ekan. Agar bir baloni boshlamasin desang, g'ashimga tegmaslikka harakat qil. Bilasanmi? O'zim ham shuni xohlayman, lekin ba'zan mana bu qo'zichoqlarni qara. Egasiz yurishibdi. Bunga yo'l qo'y. Xayrli tong. Salom. Meni ismim Sayli Pip. Podachi qizman. Bunga shubham yo'q. Qo'llaringiz biram baquvvat ekan. Agar eshigim qulflanmagan bo'lsa bor. Nima bo'lardi? Uyimga kirib, meni qaynoq bag'ringga bosishingdan
qo'rqib ketgan bo'lardim o'ziyam. Uying qayerda, Salli? Mayli, ketdik. Jajji Qo'zichoq qishlog'idagi yillik musobaqalarning 2-kuniga ham xush kelibsiz. Bugun qishlog'imizdagi eng yaxshi sholg'omchi tanlovi bo'ladi. Moris xonim, sizni sholg'omchangiz. Unga 9 baho beraman. Ammo yana bir bor janob Pipning sholg'omchasi g'olib chiqdi. Unga 10 baho beriladi. Baqqol Gordon Pip, bugun 9-sovriningizni qabul qilib oling. Qaranglar, Piplar yana g'olib. Ular doim yutib chiqishadi. Xonimlar va janoblar, endi qishloqning eng yaxshi pishlog'i tanlovini g'olibi e'lon qilinadi. Kechirasiz, bu yerda eng katta boshliqlaring kim? Men qishloqning ahmog'iman. Istaklar qudug'iga boshliqman. Kissamizda mayda pul qolmadimikin? Uni ko'nglini olish kerak. Qanday yaxshi o'yinchoq. U menga kimnidir eslatyapti. Bu nima? Shahzoda Vendelga qishlog'imizni sovg'asi. Ha, unga yoqadi. Shahzoda Vendelga qishlog'imizni sovg'asi. Toj kiydirish marosimi uchun chakmon. Tilak tilashni xohlamaysizlarmi? Oxirgi pullarini qoqib olish shartmikan? Ziqnali qilma. Mening tilagim ahvolni tubdan o'zgartirib yuborish. Foydasi yo'q. Nima? Ish. Bu yerda qachonlardir sehrli chashma bo'lgan. Odamlar o'z niyatlariga erishish uchun barcha qirolliklardan kelishardi. Ammo ko'p yillar avval u qurib qoldi. Endi u suvsiz. Men unga qayta hayot bag'ishlashga qaror qildim. Ha, bu juda qiziq tarix. Ammo to'g'risini aytganda, bizni ko'proq ko'zgu qiziqtiradi. Katta, qop-qora. Kimdir uni shu yerda cho'chqa yong'oq pakanadan sotib olganmish. U meni eng yoqtirgan ishim. Uni birdan suvga to'lib qolishini kutyapman. Xo'sh, nima deysizlar? Bu yigit g'irt espas jinni ekan-ku. Yo'q, nimalar deyapsiz? Meni otam g'irt jinni edi. Men esa tentakman xolos. Ana shunaqa. Bizda hamma yillik musobaqalar bilan band. Lekin sizlar xohlasangiz qolishingiz mumkin. To'g'ri, bu yer unchalik ham yaxshi joy emas. Birdan badbo'y. Juda yaxshi, rahmat. Yaqindagina shu yerlardan o'tgan chayqovchi kimga ko'zgu sotganini ayta olmaysizmi? Ha, buni sudyadan so'raganingiz ma'qul. U sovrin uchun bitta pakanadan har xil buyumlar sotib olgandi. Siz uni yo'l chetidagi qahvaxonadan topasiz. U yerning taomlari ham rosa mazali. Shuhratimiz yildan yilga ortib boryapti. Rahmat. Senga nima bo'ldi? Ming la'nat. Men tezda yotishim kerak. Menga tinch yo'q. Menga haligi quyon kerak. Uni siypalasam sal tinchlanaman. Uzun quloq, shirin quyon kerak. Tezroq. Tezroq. Harorating juda baland. Ular juda beozor ko'rinishadi, ammo aslida bunday emas. Aslida bizni o'zlariga rom etishadi. Ishtahani qo'zg'ashadi bu quyonlar. Sen uning ko'zlariga bir qaragina, u mening niyatimni bilib titrab turibdi. Isitmang ko'tarilib ketyapti. Buncha menga enagalik qilasan? Sen mening onam emassan-ku. Farishtaga o'xshab hammaga birdek g'amxo'r va mehribon bo'lishni bas qil. Daf bo'l meni yonimdan.
Yo'qol dedim. Ey, meni qizim bilan qanday gaplashyapsan? Adabingni berib qo'yaymi? Bora! 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 Ana u! Ana! Kim ekan u bo'ri? Ko'rib kelaylik-chi. Sen men bilan qolasan, men bilan qol. Yur. O, juda biz bobi joy ekan. Juda zo'r kartoshka ekan. Bo'tqa ham yomon emas. Mazali ekan. Qara, ertangi musobaqa haqida yozishibdi ana u yerda. Qarang, sovrinlardan biri ko'zgu ekan. Eng yaxshi qo'zi va podachi tanloviga. Sudya bilan gaplashish kerak. Bilaman. Kechirasiz. Marhamat azizlarim. Sudya Rahmat. ko'rinmaydimi? U kechki taomga soat 8 da keladi. Sabzavot dimlamamdan tatib ko'ringlar. Ajoyib. Juda maza qilib ovqatlandik. Qo'lingiz shirin ekan. Mana bu sharbatni yoqtirmadim. Shuning uchun ozgina ichdim xolos. U Colin Pipning olmalaridan tayyorlangan. Qo'zini esa meni akam Larry Pip keltirgan. Siz tanovul qilgan hamma narsani o'zimiz yetishtirganmiz. Butun 9 ta qirollikda bizdan ko'ra omilkor sohibkorlar oilasi yo'q. Qarang, yutuqlaringizni siri nimada? Biz mehnatkash dehqonlarmiz. Oh, men siz dasturxonga o'tiribsizlarda. Salom. Nega yotib dam olmading? Dam olmadim, yo'q. G'ayratim ichimga sig'mayapti. Go'yo hammadan qudratliman. Quyon qani? Qanaqa quyon? Tinchlanishing uchun olib kelib beruvdim-ku. Bilmasam qochib ketgandir-da. Ha. Ishtahangiz bo'rinikidan qolishmasa ekan. Oy. Ha, aytgandek, sudya hozirgina keldi. Gaplashib olsangiz bo'ladi. Oh, rahmat. Rahmat. Xo'sh, bilasizmi, afandim? Bu ko'zgu aslida bizga tegishli. Ha, shunday. Kechirasiz u. Men uni halol sotib oldim. Men har yili tanlov sovrinlari uchun turli xil ashyolarni sotib olaman. Muhtaram zot, men bunday ishlarni qanday qilinishini bilaman. Agar bir nechta tilla tangani sizga in'om etsak-chi? Men sudyaman. Menga pora berishlarini yoqtirmayman. Tushunaman. Yana g'ing desangiz sizni qishloqdan uloqtirishadi. Now is the month of Maying when merry lambs are playing. For the lady, for the lady, for the lady, oh, each with his morning. Bu yerga birinchi kelishingizmi? Ha. Sharbatni qopqog'ini ocholmayapman. Menga yordam bera olmaysizmi, janob? Jonim bilan Ismingiz nima? Wolfson. Wolfson. Warren Wolfson. Ma'nosi bo'rivachcha-ku, to'g'rimi? Bugun men 18 ga to'laman. Bugun oqshomda zo'r tantana bo'ladi. Dumim yo'qmi, qarab oring. Juda ham qiziq ekansiz-ku. Ismingiz bo'rivachcha bo'lsa, dum o'sib chiqadi degani emas-ku bu. Men bora qolay. Taqsimchada bir bo'lak go'sht qolgan edi. Bizni qizlarimizga begonalarning ilakishini yoqtirmayman, tushunarlimi? O'zi senga bu yerda nima kerak, Wolfson? Haligi men Ovozingni o'chir. Qani tashqariga chiqaylik, gaplashib olamiz. Kechirasiz. Erimni nima qilmoqchisizlar? Bu eringizmi? Ha, uning tobi qochib turibdi. Uyga olib bormasam bo'lmaydi. Rahmat. Xayrli tun. Rahmat, xayrli tun. Virginia, sen meni erim deb ataganingda o'zimni hammadan kuchliroq sezdim. Qoyil, menga juda ham Yana o'ldirib qo'yishmasin dedim seni. Yura qol.
Virginia, kuchim tanamga sig'may ketyapti. Yuzlab chaqirim yursam ham charchamayman. Ha. Oyga qaragina. U shunchalar go'zalki, men yuborgim kelyapti. Qarang-a. Onam oy momani yaxshi ko'rardi. Biz endi tug'ilgan paytimizdayoq u bizni uyadan olib chiqib oyni tomosha qildirardi. Podachi qizlar juda shallaqi bo'lishadi, ammo yosh qo'zilar bilan mazaliki. Oy to'lgan tunlarda ishtaham ochilib ketadi. Bo'pti, uxlash kerak. Xayrli tun. Voy, bu juda ham kuchli sharob ekan. Qancha ichganimni ham eslolmayapman. Hey, bugun sayr qilmaymizmi? Ha, seni bu ahvolga tushishingga men sababchiman. Men seni shu ko'yga solgan ekanman, endi buni chorasini topishim kerak. Hay. Sen shu yerda tur, xo'pmi? Xo'sh, balog'atga yetgan qizimiz qani? Podachi qizimiz Sally. Aytingchi, nima uchun eng yaxshi mahsulotlarni piplar yetishtiradi? To'g'risi, buni bilmayman. Qachonlardir qishloqda sehrli quduq bo'lgan va u qurib qolgan. Buni hamma biladi. Odamlar hech narsani bilishmaydi. Bugun sen 18 yoshga to'lding. Men senga oilaviy sirimizni ochaman. Bolalar, boshlang. Biz aka-ukalar qishloqdagi sehrli suvni yo'q qilishga qaror qilgandik. 40 yil muqaddam uni boshqa o'zanga burib yubordik. Endi sehr jodu piplarni qo'lida. Qani endi ko'zini ko'raylikchi. Judayam o'limtikku. Bu bilan sen podachi qizlar ko'rigida g'olib bo'la olmaysan. Sehrli chashmaga qanday tilaklaring bor? Mana shu qo'zichoq chaqqon va go'zal bo'lib qolsin. Bu haqiqiy mo'jiza. Aytib qo'yay. Birovga og'iz ochmaysan, yo'qsa kekirdagingni uzib tashlayman. Nabiraginam. Sen meni qay ahvolga solib qo'yganingni tasavvur ham qila olmaysan. Meni muhabbatim, qudratimni sen his eta olmaysan. Men umrbod senikiman. Nima deyotganingni o'zing ham bilmaysan. Kimliging menga Ha, sen bilasan. Ha, senga hamma narsa ma'lum. Ha, sen xuddi hamma savollarga oldindan javob bera oladigan bilag'on oyimchasan. Aslida sen hech nimani bilmaysan. Sen o'zingni to'laqonli hayot bilan yashayotgandek tutyapsan, lekin aslida unday emas. Sen meni aqldan ozdiryapsan. Bas qil. Bu menga yoqmaydi. Borib uxla. Hoziroq. Yo'q desamchi. Sen bo'riga duch kelgan har qanday odam kabi dodlaysanmi? Ular dodlaydilar. Sen meni urmoqchimisan? Boshqalar ham bo'rini ko'rdi degunlaricha shunday qiladilar-ku, urishadi, so'yishadi, yondirishadi. Ular ota-onamni yoqib yuborishgan. Rahmdil odamlar, yoqimtoy dehqonlar katta alangada ularni kuydirib tashlashdi. Hoy! Sizlar men topgan narsani hayollaringizga ham keltira olmaysizlar. Piplarni yutuqlari sirini fosh qildim. Unga jon kirib qoptimi? Qanday telbalik, qanday chalkashlik. U seni maxluq bo'lganing uchungina yomon ko'radi. Sen-ku unga munosibsan, iblis, hayvon, ablah va yaramas mavjudot. Hamrohlaring kim?
qiz haqida senga hech narsa aytmayman. Qiz haqida? O kim? Menga aytchi, u domboqinami? Iblisning urg'ochisisan, tinch qo'y meni. To'linoyga boqqin u. Bo'yningga ol. Sen u qizni g'ajib tashlash istagidasan. Bo'ri degan nomingni oqla. Qizni burdalab tashla. Yo'q, mana. Hay, bu senga yoqadimi? Hey, qo'rqitib yorma. O'zi 3 soat deganda zo'rg'a tutdim. Qo'yni nega o'g'irladingiz? Eng yaxshi qo'y va podachi qiz tanlovi uchun. Yo'q. Nega yo'q deysan? Ko'zguga ega bo'lishni boshqa iloji yo'q. Men podachi qiz emasman-ku. Men oshxona dastiyoriman xolos. Buni hech qanday ahamiyati yo'q. Bu qo'yingiz bilan ko'rimsiz. U bilan yutib bo'lmaydi. Agar uni sehrli quduqqa tushirsang, hammasi joyida bo'ladi. Endi esa o'zingga podachi qiz kiyimini tikib olgin. Kiyim yo'q. Mana uni ko'r. Mana shu pardadan tikib olasan. Chaqqonroq qimirla, shahzodadan ham boxabar bo'lib turgin. Salom. Xo'sh, ahvoling qanday? Yaxshi emas. Ko'z oldim xiralashib ketyapti. Men o'zimni himoyalashim kerak. Nimalar qilganimni o'zim ham bilmayman. Bir baloni boshlamasligim uchun meni bog'lab qo'y. Darhol bog'lab qo'y. Jiddiy aytyapsan. Biror mash'um ishga qo'l urmasimdan meni bog'lab qo'y deyapman. Bo'pti. Mahkamroq. Mahkamroq. Yanayam yechilib ketmasin. Mahkam tort. Mahkam tort. Dushmaningni bog'lagandek bog'lay, yo'qsa seni yeb qo'yaman. Mahkam tort. Bo'ri! 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 Yo'q. Tovuq jo'jalarimizni talab tashlabdi. Nima? Ming la'nat! Qizni o'ldir. Yo'q. Yo'q. Menga itni keltir. Darhol. Ertalabki xunxo'rlik sababli biz tanlovimizni ertaroq boshlashga qaror qildik. Sovringa kubok bilan ko'zgu qo'yiladi. Voy, qaranglar! Qaranglar! Sen qayg'urdan paydo bo'lding? Biznikilardan emassan-ku. Sen Taviyasan, eshityapsanmi? Taviya.
Chida. Sabr qil. Qo'rqma, hammasi joyida bo'ladi. Sehrli quduqdan nima tilaging bor? People'larga ko'rsatgan mo'jizangni takrorla. Ajoyib qo'zi bo'lsin. Ana, jiddiy ishlar vaqti keldi. Sovringa talabgor qizlar 3 nafar bo'ladi. Demak, musobaqamiz qiziqarliroq o'tadi. Xo'sh, sizni qo'zingiz qani, oyim qiz? Hozir olib kelishadi. Unda qo'zini dumi ham yo'q. Qo'yimni omborxonaga qamaganman. Borib olib keling axir. Aks holda musobaqaga qo'yilmaysiz. Demak, ko'rikni boshlaymiz. Qadimiy odatimiz bo'yicha ishtirokchilarimiz qo'zilari haqida qo'shiq kuylaydilar. Sohibjamol Meri Romli, ashula aytishga tayyormisiz? Baba Black Sheep, have you any wool? Hoy, men bu yerdaman. Dada, bu qanaqa ola bo'chi? Bu ko'zguni yutib beradigan qo'yimiz. Xudo, dada, qo'zi haqida ashula bilasizmi o'zi? Salom, qora qo'zichoq bor-ku. Uni aytib bo'lishdi. Hayronman. Xohlagan qo'shig'ingni aytginu, unga qo'zi degan so'zni qo'shib qo'y. Qo'limdan kelmaydi. G'olibi bo'la olmayman. Virginia, otangning gapiga quloq sol. Agar sovrinni olishni istasang, musobaqada yutib chiqishing kerak. Little Bo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home, wagging their tails behind them. Endi navbat 3-nomzodga. Hey yigit, sen yaylovda chopib yurgan qo'chqorsan. Eng go'zal qizlarni ham lip etib sho'xlaysan. Endi seni arqonlab adabingni beramiz. Zang bosgan qaychi bilan soch soqoling qiramiz. Hamma baravariga qani? Hamma baravariga kuylaymiz. Singing, we will cheer you. Yeah! Singing, we will cheer you. O'zingni qo'lga ol. O'ldirish vaqti yetdi. O'ldirish vaqti. O'ldirish vaqti. Nima ham qila olardim? Bu axir qismatim-ku. Ha, qismatim. Nima? Yo'q. Ha, yo'q. Men tinch va xotirjamman. Men nihoyatda xotirjamman. Men tinchman va juda ochman. 3 suluv qiz va 3 ta ajoyib qo'zilar. Bu men hakamlik qilgan eng og'ir tanlov. Men Meriga 8 baho qo'ydim. 3-o'rinni beraman. Bu 2 qiz shunday chiroyliki, qay birini tanlashni bilmayman. Salliga 10 baho qo'yishga qaror qildim. Virginia Lucy'ga ham 10 baho berishga majburman. Nima? Durangmi? Durang bo'lishi mumkin emas. Kimdir yutishi shart. Men g'olibman. Piplar doim yutib kelgan. Sen kubokni ola qol. Menga ko'zgu kerak. Ikkala sovrin ham meniki. U qatnashmasligi kerak edi. Bu g'irromlik bo'ldi.
Nimaga sen g'irt begonaga o'mbaqo berding? Bu o'tga ketgan qalloblik birinchi sovrini meni qizalog'imga berishing kerak. Nari tur. Nari tur. Gap bundoq eshit. Biz yana bir podachi nomli bellashuvni o'tkazamiz. To'siqlar poygasi. Kimni qo'zisi qo'raga birinchi bo'lib yetib kelsa, o'sha yutadi. Faqat itdan va buyruqdan foydalanish mumkin. Xo'sh, bu halolmi? Ha. Yo'q, menda podachi it yo'q. Demak, sovrin meniki bo'ladi. Ming la'nat. Men endi podachi itni qayerdan olaman? Bir nima dedingizmi? Xalaq berma, men o'ylayapman. Lekin itingiz bor-ku. Meni itim yo'q. Mazax qilma. Buni it emasligini ko'rib turibsan-ku. Gapingda jon bor. Sen donolar donosisan. Makkorlikka qarshi ayyorlik. Ketdik. Sehrli chashma. Sen bir odamgarchilik qil. Mana bu oltin qobiqqa o'ralib qolgan sho'rlik kuchukvachchani hayotga qaytarib ber. Yana kelibsan-da, Surbet. Har bir qiz qishloqning shu chekkasida turib, qo'yini haydash uchun itini boshqaradi. Sanli tayyormisan? Tayyorlan. Boshladik. Soniya o'tdi. Qilib amalga oshsin-da. Zora chashma o'z kuchini ko'rsatsa. Yo. Endi nima qilaman? Qo'raga qamaldi. O, a'lo natija. 85 soniya. Ha, ajoyib. Shahzoda. Qani. Boshla, Azamat, boshla. Yaxshi. Qara, Shahzoda. Qara, Shahzoda. Borib olib kel. Ey, qoyil, ofarin. Aslingga qaytib kelishing muborak bo'lsin. Voy. Ahmoq. Ay. Nega meni haykalga aylantirib qo'yding? Unday qilmoqchi emasdim. Shunday bo'lib qoldi. Seni trollardan qutqarmoqchi edim. Xizmatkorlarimning eng qo'poli sensan. Tentaklarni tentagisan. Shuni tan olasanmi? Ha, mayli. Hozircha men seni yordamingga muhtojman. Vaqt ketdi, boshladik. Qo'zichoq, oldimga yugur. Yugura qolsang-chi. Bo'la qol, qo'zichoq. Yugura qol, qo'zichoq. Yugur, tezroq bo'l. Yugur. 30 soniya o'tdi. Yugur, tezroq. Yugur. Oy, bechoragina. Peshonang sho'r ekan. Men g'oliba bo'ldim. 50 soniya o'tdi. Yugur pushtirang, sho'rtumshoq. Esini yegan eshakmi ye? G'ajib tashlamasindan yugur. Qayerdan kelib qoldi? Tezroq, Shahzoda, tezroq. 70 soniya o'tdi. Chaqqon harakat qilmasang burdalab tashlayman. Qani bo'l, chaqqonroq qimirla. 81, 82, 83. Virginiya yilning eng yaxshi podachi qizi. Qoyil. Yo'q. Barakalla. Tiplarni yengadiganlar ham bor ekan-ku. Sovrinlaringizni oling. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Bu guruhimizning mashaqqatli mehnati. Salomat bo'ling. Yo'q! Siz meni aldadingiz. Meni rosa ishontirgandingiz. Menimcha bu jodugar qudug'imizning siridan ogoh. Bunga shubham yo'q. Sizni deb barchani yonida ahmoqqa o'xshab ko'rindim. Hali buning uchun javob berasiz. Yo'ldan qoch. Film Nurafshon TV telekanali buyurtmasiga binoan
Global Dub studiyasida dublyaj qilindi. Filmga aktyorlardan Mohira Nurmatova, Hoji Akbar Komilov, Elbek Mirzohidov, Akmal Soipov, Dilbar Abdukamolova, Sayfiddin Fayziyev va Otabek Rahmatovlar ovoz berishgan. Dublyaj rejissyori Dilmurod Abdulhamidov, ovoz rejissyori Bunyod Shuhratov, muharrir Sunnatilla G'ulomov, prodyuser Murodilla Toshmatov.